Gullar festivaliga mana birinchilardan bo'lib Namangan viloyat hokimligini gullar bilan bezatilgan avtomashinasi undan keyin mana ketgan. Davlatimiz bayrog'i aks etgan ekan bu yerda. Ya mana viloyat hokimliginiki gerb aks ettirilgan. Mana bu yerda yangi O'zbekiston monumenti. Wow. Ham go'zal bezalgan. Ya'ni o'sha bu City of Flowers. Bu yerda mana mototsikllar kelyapti. Yana kelyapti, mana viloyat hokimligini. Xalqaro aeroportga ekan bu. Bunda mana samolyot. Gullar festivali umuman avtomashinalar, gullarga burgan avtomashinalar paradiga tayyorgarliklar mana hozir. Shuncha mashina ekan, alohida bu tarafdan hozir aeroport ichida qolgan mashinalarni chiqarishar ekan.